Assalomu alaykum. O'zini, ongini, fikrlarini qadrlagan va ayni mana shu yo'lda, mana shu ilm yo'lida sobit turgan hamda ilm olib, hayotini o'zgartirish uchun amal qilish yo'lida shashti baland ayollar, qizlar, qadrli habibilarim. Qarangki, ancha yillardan beri shogirdlik kursini oching deb taklif qilasiz. Lekin shogirdlik kursining mas'uliyati, salobati u qadar kattaki, bunga yaxshigina tayyorgarlik kerak. Va bugun Allohning fazli va marhamati bilan shogirdlik kursiga start berdik. Tabiiyki, bu kurs aynan shogirdlik kursi bo'lgani uchun ham unga qatnashadiganlar soni chegaralangan, ya'ni ko'p emas. Chunki biz birgalikda 2 oy ishlaymiz, muloqotda bo'lamiz. Kerak bo'lsa, konsultativ suhbatlar ham amalga oshiriladi. Ya'ni chatdagi savollaringizga shaxsan o'zim javob beraman. Har bir darsni alohida tahlil qilamiz. Xo'sh, bu kurs kimlar uchun va nega aynan siz ushbu kursda o'qishingiz kerak? Aslida ayol borki, u notiq bo'lishi kerak. Aslida ayol borki, u saodatli bo'lishi kerak. Aslida ayol borki, o'zini baxtli his etish kerak. Zotan baxtsiz ayol hech qachon baxtli farzandni tarbiya qila olmaydi. Zotan saodatsiz ayol hech qachon yori oldida malikadek yasha olmaydi va uni qirol ko'ra olmaydi. Va notiq bo'lmagan ayol munosabatlarni go'zal qurishga biroz qiynaladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, bu kurs ham saodatli bo'lishingiz, ham baxtli bo'lishingiz, fikrlaringiz, ong ostidagi tushunchalaringiz, qo'rquv, xavotirlaringiz, shu bilan birga sizni o'zingiz ham bilmagan illatlaringizni poklash, tozalash kursi bo'ladi. Chunki bu kursda shunday darslar borki, sizga oyna tutiladi. Ya'ni majoziy ma'noda aynan o'zingiz bilan tanishasiz. Tan olaman, oson bo'lmaydi. Chunki aynan o'z bilan tanishish, haqiqiy asl o'z bilan tanishish va o'zidagi illatlardan xalos bo'lib uni isloh qilish mardlar ishi. Men bilaman, bu dasturni aynan mard ayollar o'ziga ravo ko'radi. Mard deganda erkak kabi mard emas, balki hammaga aybni yuklamasdan mas'uliyatni o'zini bo'yniga olib, bu mening hayotim, bu mening ongim, bu mening tushunchalarim va uni o'zgartirmas ekanman, hayotda kimdandir xafa bo'lishga haqli emasman degan pozitsiyadagi ayollar ayni mana shu kursda o'qishadi. Xo'sh, kimlar uchun? Kursning yoshi chegaralanmagan. 18 yoshdan 60 yoshgacha bemalol o'qishingiz mumkin. Turmushga chiqqan, chiqmagan ahamiyati yo'q. Chunki bu kursdagi darslar har biringiz uchun eng kerakli darslar. Tabiiy ravishda biz yashayapmiz va kimlardandir xafa bo'lamiz. Kimlardandir kechira olmaymiz. Kimlargadir nisbatan alamli tuyg'ularni his etamiz va bora-bora o'zimizni, saodatimizni ham, baxtimizni ham ko'mib borayotganimizni his qilmaymiz. Aynan kechirishlik uchun kerak bo'ladigan bilimlarni ham taqdim etamiz. Shu bilan birga o'tirib, ba'zan ijtimoiy tarmoqda, ba'zan deylik YouTube'da yoki Instagramda yoki umuman hayotda kimnidir ko'rib o'zimiz ba'zan bilgan, ba'zan bilmagan holatda muhokama qilamiz. Qarangki, muhokamaning qanchalar muhim va qanchalar sizning hayotingizga ta'sir o'tkazishini esa ba'zan tafakkur qilmaymiz. Agar buni tafakkur qilsangiz, siz o'sha zahotiyoq aslida muhokamadan to'xtaysiz. To'g'ri, oson emas. Lekin men ishonaman, bu kursda haligi o'ziga bergan va'dani bajarishga jiddiy jahd qilgan ayollar o'qiydi. Qizlar, bu kursda boya aytganimizdek nafaqat baxt bilan yuzlashasiz, balki siz oilangiz uchun haqiqiy psixolog bo'lasiz. Turmush o'rtog'ingizga qanaqa gapirishni, qanaqa ohangda gapirishni, qay vaqtda gapirishni, uning ong ostidagi tushunchalarini taxminan bilib, nima uchun bu harakatni qilayotganini va o'zingiz ong ostingizdagi tushunchalarni anglab, nega sizning oldingizga aynan mana shunday inson kelganini tahlil qilasiz. Va nafaqat tahlil qilasiz, balki uni to'g'rilashlik uchun kerak bo'ladigan bilimlarni olasiz. Shu bilan birga farzandim injiq, yig'loqi, urushqoq degan ayollar juda ham ko'p oramizda. Buning sababi kimda? Tabiiy ravishda bizda, lekin juda ko'p ayollar buni tan olishlikni istamaydi. Biz esa aynan bu narsalarni, ya'ni o'zidagi illatlarni tan olgan ayollar uchungina bilim beramiz. Chunki rivojlanish qayerdan boshlanadi? Ko'p ayollarga shu savolni bersam, ilmdan deyishadi. Yo'q. Rivojlanish birinchi navbatda tan olishlikdan boshlanadi.
siz o'zingizning islohingiz yo'lida ekansiz. Sizning ongingizga yarasha inson kelayotganini, ya'ni atrofingizda bo'layotgan voqealar, sizga kelayotgan qahramonlar aynan sizga xos va mos inson kelganini tan olganingizdan keyingina ongingizda o'sish bo'ladi. Demak, farzandlaringiz tarbiyasi, ular bilan gaplashish ohangi qayerdadir aynan psixikasini o'rganish, ya'ni ruhiyatni o'rganish, shu bilan birga qalbingizga, o'zingizning ham, yoringizni ham, farzandlaringizni qalbiga ham haqiqiy tabib bo'la olasiz inshaalloh. Kursning o'ziga xos jihati shundaki, undagi darslar ketma-ketligi shunday joylashganki, har bitta darsdan keyin sizda yangi pog'onaga ko'tarilish bo'ladi. Va ayni mana shu kursdagi mavzular ham notiqlik borasida, ham shaxsiy rivojlanish borasida, ham munosabatlarni tiklash hamda uni ideal holatga olib kelish borasida, ham farzandlar bilan haqiqiy baxtli ona bo'lib gaplasha olish borasida. Umuman siz mana shu jamiyatda rivojlangan, o'ziga ishongan, erkin fikrli ayol bo'lishingiz uchun kerak bo'ladigan barcha bilimlar taqdim etiladi. Bilasizmi? Bu bilimlar shunchaki osmondan kelmagan, qayerdandir eshitib sizga taqdim etilmagan, balki har biri yashab o'tilgan tuyg'ular, har biri yashab o'tilgan hissiyotlar demakdir. Va men aniq ishonaman, bu kursni o'qigan har bir ayolning hayoti qaysidir ma'noda ikkiga bo'linadi, ya'ni kursgacha va kursdan keyin. Ishonmasangiz, o'zingiz ushbu kursda o'qing va o'zingizni rivojingizni to'g'ridan to'g'ri kuzating. Men bunga ishonaman. Keling, kursdagi ayrim mavzularni sizga taqdim etaman. O'zini qabul qilish, boshqalarni ham yaxshi ko'ra olishlik. Asl men o'zi bu qanday, u kim degan savolga adekvat, to'g'ri javob bera olishlik. Shu bilan birga barakaning siri, ayniqsa mana shu mavzu ayollar uchun juda ham qiziq va juda ham muhim. Jozibali ayol, latofatli ayol, o'ziga ishongan ayol, atrofdagilarga fikrini tushuntira oladigan hissiyotga boy ayol mavzulari ham sizga taqdim etiladi. Eng muhim ma'lumotni sizga taqdim etishim kerak qizlar. Bu kurs eksperiment sifatida, ya'ni ilk bora taqdim etilyapti va bilasiz, o'zi aslida bilimning qiymati juda ham baland. Qolaversa, bu kurs, ya'ni shogirdlik kursida siz uchun hech bir kursdagi o'quvchilarga taqdim etilmagan imkoniyatlar taqdim etiladi, bonuslar taqdim etiladi va tabiiy ravishda siz bugun olgan narxingiz aniq ertaga bo'lmaydi. Aslida kurs davom etadimi yo'qmi? Bu ham hali katta so'roq. Davom etgan taqdirda ham ishoning, bu narxda siz kursni qaytib ola olmaysiz. Shuning uchun pastdagi havola orqali menejerlarga murojaat qiling va kuchli 30 talik ichidan joy oling.